Hürmetli vatandaşlar, leksiyalarımızı devam başlarımız. Endeki leksiya 100 günlük möhletten vakti toştu. Prezident Trump Beijing'e kol saldı. Mavzulu haber 7. ayının 17. gün Dovitor beti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Çavşan meselesi qatarlıq meselelerini devir kılgan halda Amerika ile Cungu devlet rehberleri 4. aydaki yuqur derlik söhbet hasıl kılgan 100 günlük möhlet biriş gelişimi 7. ayının 16. günü ahırlaştı. Real ahval Amerika ile Cungu aynı çağda hasıl kılgan şirin ayladı bugün buruluş yüzbet. Universal matbuatla 7. ayının 17. günü haber kılıp mındak görsetti. Cungu'nun reis Xi Jinping, Amerika Qo'shma Shtatlarının prezident Trump 4. ayda söhbet ötközgende, Cungu'nun reis Xi Jinping Çavuşengi konkret hareket qo'llanganda 100 günlük möhlet berishni talab qilgan edi. Bu qatimki söhbeti ikki taraf savdosidagi tengsizlikni ko'ngilga muvofiq o'zgartish planiga ham 100 günlük möhlet. Bexatarlik sohasida ham berilgan 100 günlük möhlet. Belgelengen muhlet hem 100 gün idi. Yaponiya Çavrişimin gezisi Amerika ve Yaponiya'nın Yaponiya'da haberdar kişilerinin təminlegen uçuruğa asasılıp bunda ko'rsatdi. Çavuşen'nin sodu ubukti Cungu bilen 90% etrafıda sodu kılıdı. Pyongyang'ni çekleşti Cungu intayim muhim orungu igi deyişken. Bu doğruda Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump, reis Xi Jinping'e mundaq ko'rsatgan. Xalqaro jamiyatning Çavuşenni embargo qilishiga agar Cungu faol moslashmaydigan bo'lsa, undaqda Amerika hukumati Çavuşen bilan savdo qilib atgan Cungu shirkatlarini embargo qilish obyektiga aylantirdi deb. Buning uchun Amerika o'z oldiga ish kirdi deb aytgan edi. Reis Xi Jinping cavaben ifade bildirip şu çağda mındaq degan. Agar Cungu şirketleri embargo qilish obyektiga aylansa, undaqda Cungu Amerika bilan pul muomala apparatlarida hamda shirkatlar ara savdo qilishga mumkin bo'lmay qoldi deyish. Reis Xi Jinping shundaq degan. Möhlet berish. Ixtisossaz 100 günlük möhlet berishni talab qilgan. Reis Xi Jinping Pyongyang qo'llagan tadbirlarni o'ylashidi deb ko'rsatdi. Lekin hozirgacha vaziyatni yaxshilaydigan, ya'ni Çavuşen Koreya yerim arlı vaziyatni yaxshilaydigan har qanday unumli alomatni ko'rilmadi. 7. ayının 16. günü 100 günlük möhletning vaqti to'shdi. Prezident Trump hukumati Çavuşen meselesida avval kutgan umidga erisholmadi. Hamda savdo tijorat sohasida Beijing'e besim ishlatishga boshladi. 19. günü Washington'da Amerika Cungu umumyüzlük iqtisod söhbeti ötkazildi. İki devletning dastlabki shirin oylarida endi burilish yuz berdi. Çavrişimi xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump 13. günü Fransiyaga uchib ketib etib, muxbirga mundaq ko'rsatdi. Amerika Cungu savdosida o'zaro manfaat yetkazish ko'rilmadi. Yanıla intayin qahbiy holati turmoqda. Yani Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Fransiyaga ziyoratga ketib etib, aeroplanda muxbirga suhbat bayon qilib nima dedi? Amerika Cungu savdosida o'zaro manfaat yetkazish ko'rilmadi. Yanıla intayin qahbiy holati turmoqda. Çavuşen to'g'risida prezident Trump ochiq qilib mundaq ko'rsatdi. Ayni chaqda Cunguga umid bog'lagan edik. Bugun bog'lagan umidimizga yarasha natijaga erisholmadik. Çavuşen meselesi ikki davlat hamkorligini ilgari surish uchun biz Amerika savdo jihatda Cunguga ko'p e'tibor bergan edik. Bu bir signal bo'lishi kerak, hurmatli vatandoshim. Demek aeroplanda ketib etib Fransiyaga prezident Trump shundaq dedi.